Assalomu alaykum hammaga. Tak, ovozim eshitilayotgan umiddaman. Mana speaking part 1da 2 deb yozib qo'ydim. Mana shu yerga agar ovoz yaxshi bo'layotgan bo'lsa, ovoz boshqa narsalar bo'yicha savollar bo'lsa, qoldirishingiz mumkin. Endi ko'p ham gapirib o'tirmasdan, mana birdaniga tushuntirish qismiga o'tib ketaman. Part 1da ikkinchisida birinchi savolimiz bizga ikkita rasm beriladi. Mana shuni ta'riflab berishimiz kerak. Ko'p o'quvchilar buni qanday ta'riflayman, u nima deb o'ylab qoladi. Bu juda ham aslida oson. Bu yerda birinchi navbatda nimaga baho beradi? Please o'ylab ko'raylik. Xo'sh, ular nimaga baho beradi? Sizning grammatikangizga, vocabularyingizga, fluencyingizga baho beradi. Ko'p o'quvchilar oddiy narsa, misol uchun mana bu rasmda nima ko'ryapmiz? O'zbek tilida chiroyli birinchi ta'riflay olaylik. Birinchi rasmda, xo'sh, misol uchun aytaylik. Birinchi rasmda men, xo'sh, ayol va qizchani fast food yeyayotganini ko'ryapman. Juda ham chiroyli chiqdi. Oddiygina birinchi rasmda men ayol va qizchani fast food yeyayotganini ko'ryapman. Grammatik jihatdan ham zo'r, vokabularimiz ham yaxshi anchagina. Endi ikkinchi rasmga o'taylik. Ikkinchi rasmda ham birinchi rasmda men ko'ryapman desak, juda sodda bo'lib qoladi. Shuni chiroyliroq qilib, ikkinchi rasmda men, misol uchun men demaymizda, bir ayol kishi ovqatni tayyorlayotgani ko'rinadi. Shuni aytib ko'ramiz. Ikkinchi rasmda xo'sh, ayol kishi taom deylik, tayyorlayotgan ko'rinadi. Tushunarli? Ko'rinadi. Bu. Mana ta'rifladik. O'zbek tilida yaxshigina ta'riflab oldik. Endi nima qo'shishimiz mumkin bunga? U yerda nimalar borligini qo'shishimiz mumkin. Xo'sh, u yerda xo'sh, fast food va sharbat bor. Misol uchun u yerda fast food va sharbat bor birinchi rasmda. Xo'sh, birinchi rasmda qolib ketdi. Birinchi rasmda. Birinchi rasmda fast food va sharbat bor. Xo'sh, fast food va sharbat bor. Xo'sh, ikkinchi rasmda-chi, please. Ikkinchi rasmda xo'sh, misol uchun sabzavotlarni ko'rish mumkin. Xo'sh, sabzavotlarni ko'rish mumkin deylik. Sabzavotlarni ko'rish mumkin. Bo'ldi, mana shuni ta'riflab berishimiz kerak. Ingliz tilida, please. Speaking mana aytganimizdek, xo'sh, mana buni chiroyli ta'riflash uchun qarang. Birinchi rasmda men ko'ryapman, nima ish harakati sodir bo'layotgandi. Bu qanday grammatika? Hozir ko'ramiz. Mana bu obyektimiz biz uchun juda ham muhim. Bu yerda subjektimiz muhim bo'ladi. Hozir ko'ramiz. Xo'sh, ya'ni, birinchi qilib oladigan ishimiz, birinchi rasmni olishimiz kerak. In the first picture, birinchi rasmni ko'rib oldik. Xo'sh, subjektga nima qo'yamiz? Ya'ni kim, nima degan joyga kim ko'ryapti? Misol uchun men deymiz, I can see. Nimani ko'rib turibsiz? Woman and a daughter deylik. Man and daughter, woman and daughter, woman deylik. Woman and a girl. Xo'sh, aytadigan bo'lsak, girl. Ular nima qilyapti-da? Shuni ta'riflab bering. Shunchaki eating fast food yoki chiroyliroq qilib having deb qo'yaylik. Having fast food. Mana birinchisini to'g'ri aytib berish. Juda ko'p o'quvchilar oddiygina mana shuni to'g'ri aytib bera olishmaydi. Ya'ni men ko'ryapman, biror odam biror bir ish qilayotganini yoki men ko'ryapman, biror odam nima ish qilayotganini aytib bera olishmaydi. Mana oddiygina grammatika, please. Ya'ni siz o'zingiz qo'yasiz. I can see, men ko'ryapmanki, object va verbni qo'yamiz. Bo'ldi. Mana endi ikkinchi rasmga o'tamiz. Ikkinchi rasmda ham xuddi shu strukturani saqlab qoladigan bo'lsak, balimiz ancha tushib ketadi. Nima qilishimiz kerak? Chiroyliroq boshqa grammatikaga o'tamiz. In the second picture. O'zbek tilidagi ko'rinadi grammatikasini olamiz. Kim? A woman seems, chunki mana bu yerda uchinchi shaxsda s qo'shiladi. Seems to be cooking a meal. Ya'ni nima? Bu yerda oddiygina nima qilayotganini oldik. Please, agar mana shunday gapirsangiz, bu sizni juda ham grammatikangiz yuqoriligini ko'rsatadi. Ya'ni har
misol uchun ikkita rasmni ikki xil grammatik yordamida tashlab bera olasiz. Keyin ko'plab o'quvchilar oddiygina narsa joyga nisbatan o'sha narsalarga nisbatan have bilan ishlatadi. Ya'ni kitchen has yoki table has deydi. Yo'q, joyga nisbatan nima deymiz? Birinchi rasmda fast food va sharbat bor. Xo'sh, there are fast food and juice on the table in the first picture. Full picture. Endi ikkinchi rasmga o'taylik. Ikkinchi rasmda sabzavotlar ko'rinadi. Ya'ni sabzavotlar ko'rinadi. Oddiygina narsa ketdik. Xo'sh, in the another picture, boshqa bir deylik, another picture. Xo'sh, vegetables can be seen. Mana vegetable'larni ko'rish mumkin. Bu nima uchun yaxshi? Men shuni atayin tushuntirib o'tmoqchi bo'lganim. Biz oddiygina narsa. Siz qilayotgan ishimiz shunchaki ko'rayotgan narsamizni sarflab berishimiz kerak. Ko'p o'quvchilar bunga qaltirab qoladi. Asosiy sabab imtihondan oldin deyarli mashq qilmaslik yoki grammatikam to'g'ri, gapirayotgan gapim to'g'ri, lekin ular o'zlariga ishonmaydi ko'pincha. To'g'ri deb o'ylashadi, lekin baribir o'zlariga ishonch bo'lmaydi. Siz imtihondan oldin faqatgina shular biroz praktika qilib olishingiz kerak. Speaking can only be improved by speaking. Ya'ni gapirish faqatgina gapirish yordamida yaxshilanishi mumkin. Mana ko'rib oldik birinchi namuza. Birinchi rasmda men ayol qizchani fast food yeyotganini ko'ryapman. Ikkinchi rasmda ko'rinadi. Ikki xil grammatik usulda gapirib beryapmiz. Ikkinchisida ham iloji boricha joyga nisbatan zarani bilishimizda siz o'ylaysiz ko'plar juda oddiy grammatika tegishi mumkin, lekin ko'p o'quvchilar ishoning in the kitchen has deb boshlaydi. Haligacha ko'p gap. Joyga nisbatan zeraligini haligacha ular tushunishmaydi. Tushunarli? Keyin yana nima qilishimiz mumkin? Xo'sh, in another picture vegetables can be seen. Ya'ni nima ko'rinib turgan bo'lsa, o'shani ko'rish mumkin deb passivga olib ketdik. Bir vaqtning o'zida siz qanchalik grammatikangizni boyligini ko'rsatib berasiz. Tushunarli? Demak, mana formulamiz men ko'rishim mumkin. Object repeating subject shu bilan ko'rsatamiz. Endi bo'ldi deylik. Ikkinchisiga o'taylik. Please, uyga ko'proq, misol uchun kitobda, internet to'la mana shunaqa rasm namunalar bosib ketgan. Faqat bo'ldi, og'zimizni ochmasdan ha shu ekan deb emas, gapirgan holda qilishimiz kerak. Gapirgan holda. Ya'ni bunisini ham hozir yozib beraman. O'zbekchasini yozish shart emas degan aytaman. Misol uchun in the first picture whose children, whose I can see children who's studying in the classroom. Tushunarli? Endi ikkinchi rasmga o'tamiz. Birinchi rasmni nima dedim? Ya'ni men ko'rib turibman bolalarni masalan sinfxonada o'qiyotganini. Please, men bu grammatikaga e'tibor bering. Bu juda ham sodda. Buni ko'plab bilmagandan keyin yana kiradi, hadsa sotildi, unday bo'ldi, raddi balo boshlanadi. O'zi oddiygina bir narsani ko'rayotganini to'g'ri ayta olmaydingiz. In the first picture, I can see children studying in the classroom. In the second picture, nima ko'rinadi? Misol uchun, yosh qiz kompyuter qarshisida biror narsani o'rganayotgan ko'rinadi deyishingiz mumkin. O'qiyotgan ko'rinadi deyishingiz mumkin. O'qigan narsani, misol uchun, young girl seems to be studying yoki learning something deylik. Learning something. Nimani qarshisida? In front of the laptop. In front of the laptop. Bo'ldi. Mana bu yerda endi nima deyishimiz mumkin? Xonada partalar bor, xonada misol uchun aytaylik yoki bolalar xursand, nima demoqchisiz o'shani aytishimiz kerak. Xonada ko'plab partalar va stullar bor deng. Oddiygina, umuman qotib qolmang, oddiy narsa, juda ham oddiy. Misol uchun desks, chairs in the classroom. Endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak, in another picture in another picture boshqa rasmda misol uchun aytaylik qalamdonlar, daftarlar, shularni ko'rish mumkin deylik. Well, pencils and notebooks can be seen. Please
rasmni tasvirlash juda ham oson. Faqat ozroq mashq qilish kerak. Speaking can only be improved by speaking. Yana bir marta aytib o'tamiz. Hozir siz aytaylik, kirib mashq qilmagan bo'lsangiz, aniq balingiz tushib ketadi. Ya'ni o'sha yerdagina birinchi marta gapirayotgan bo'lsangiz, juda ham oddiy balingiz tushib ketishi tabiiy. Buni imtihon kirishdan oldin ozroq mashq qilib olishimiz kerak. Endi uchinchisiga o'tadigan bo'lsak, please. Mana uchinchisida nima ko'rib turamiz? Xuddi o'sha narsa. Siz hozir aytishingiz mumkin, bu juda ham sodda bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin aslida siz juda ham to'g'ri grammatikada va tabiiy tilda gapiryapsiz. Men hozir internetda juda ko'p namunalar ko'raman. U ingliz tilida unaqa deyarli ta'riflash nerealniy. Inglizdan so'rasam ham ta'riflab bermaydi. Juda ham notabiiy chiqasida ular. Tabiiy, mana qanday gapirish kerak bo'lsa, mana shu o'zbek tilida qanday gapirsa, u ham shunday gapirib bo'ladi. Bittasi juda ham uzun kerak shablonlar qo'ygan, yaxshigina balingizni tushirib beradi. Zo'r ish bo'lar ekan agar shablondan foydalansangiz. Endi mana bunga kelamiz. Obyektni yana boshladik. Xo'sh, yana o'zimiz oddiygina ta'riflaylik, yana ta'riflab o'taylik. Oddiygina misol uchun nima qilishimiz mumkin? Oila, misol uchun narsalar, mahsulotlar sotib olayotganini ko'ryapman. Supermarketda mahsulotlar sotib olayotganini ko'ryapman. In the first picture. In the first picture, I can see a family purchasing. The vocabulary sal ko'taraylik. Masalan, buying masa purchasing. Purchasing products from supermarket. Supermarket. In the second picture, push people seem, qarang, endi seem bo'ladi, chunki bu yerda ko'plik turibdi. Seem to be buying fruit and vegetables from open air market. Ya'ni ochiq osmon ostidagi bozordan sotib olayotgan ko'rinadi. Please, mana grammatikamiz o'ziga oddiygina e'tibor beraylik. Xo'sh, mana bu yerda grammarimiz, mana keyin bu yerda alohida grammatikamiz. Please, mana oddiy grammar, mana shu grammatikani ishlatishimiz kerak. Endi bu rasmni boshlaymiz, yana birinchi rasmga qaytamizda. In the first week, xo'sh, there are various products on the shelves. Ya'ni mana bu qatorlarda, riyadlarda turibdi. On the shelves. In the first picture. Misol uchun bu yoqqa ulamoqchilik while different fruit meva sanalmaydi, and vegetables can be clearly seen. Yaqqol ko'rishimiz mumkin. Bu qarang. Mana bu yerda hozir qanchalik soddaligini aslida rasm tasvirlashni ko'rsatib o'tdim. Juda ham oson. Buni misol uchun men oldin o'zim qilganim uchun juda ham qiyin bo'lmayotgan bo'lishi mumkin, lekin siz uyga o'tirgan holda bir 3-4 ta namunani yozishingiz, mana bu grammatikasini tushunib olishingiz kerak. Chunki bilmadim qanchalik mashq qilgansiz, xo'sh, qanchalik mashq qilgansiz, lekin mashq qilmasangiz imtihon kirgan paytda aytolmaysiz. Mana oddiygina grammatika ko'rib turamiz, demak, men biror bir odamni, misol uchun, Tomni mashina haydab ketayotganini ko'ryapman. Bu demoqchisiz. Hammasi mana bu grammatikaga orqa qiladi. Yoki biror bir odam biror ish qilayotgan ko'rinadi desangiz, mana bu grammatikaga orqa qiladi. Siz deyarli to'g'ri gapirib bera olmaysiz, inglizga to'g'ri yetkazib bera olmaysiz. Ya'ni qanday bo'ladi? Agar mana shu grammatikani to'g'ri qo'llamasangiz, aytaylik, men oilani narsalar xarid qilayotganini ko'ryapman deyishingiz uchun mana bu grammatikani bilish kerak. Agar bu grammatikani bilmasangiz, gapiz qanday eshitiladi? Mana tasavvur qilamiz, o'zbek tilida men ko'rish, oila sotib oldi, narsa. Siz o'ylaysiz, u to'g'ri aytyapman, lekin aslida to'g'ri grammatikamiz mana bu yerga bo'ladi. Baholanishda bir martagina tushuntirib o'tay, baholanishda nimaga qaraydi? Grammatikamiz 25%, vocabulary'miz 25%, keyin hozir 25%, keyin fluency'miz 25%, 25%, va oxirgisi pronunciation'imiz 25%. Tushunarli? Ya'ni siz yodlagan so'zlaringiz, ya'ni yodlagan shabloningiz sizga bir kunlik foyda olib kelmaydi. U biladi, u ekzamenlar eshitib charchab ketgan o'zi shablonligini.
lekin mana bu yerdagi to'g'ri grammatikani qo'llash orqali 25% ko'tarib beradi vocabulary, 25% fluency, ravon gapirishga. Agar siz yodlagan bo'lsangiz bir narsani tushunmasdan, albatta to'xtov pauzalar bo'laveradi degan va bundan bildirib qo'yasiz yani. Pronunciation degani so'zlarni to'g'ri o'qish. Ya'ni har bitta so'zni o'zingiz to'g'ri o'qib berishingiz kerak. So'zlar to'g'ri talaffuz qilishi sizga 25% ball olib beradi. Tushunarli? Demak, xo'sh, hozir qisqartirib turaylik. Demak, bugun ko'rib chiqqanimiz juda ham sodda. Har bitta narsani kerakli detalni ozroq ko'rsak yetadi. Eng asosiy maqsad, misol uchun bu yerda 10 minut qiladigan bo'lsak, siz o'z yo'lda 50 minut og'zingizni ochgan holda gapirishingiz kerak. Please, bu yerga ko'rayotgan bo'lsak, mana shunaqa rasm ko'rdikmi? Og'zimizni ochamiz. I can see a woman and girl deb bo'lsa ham aytamiz. Tushunarli? Ko'p o'qishda ham ayta olaman. Ayta olaman yetmaydi. Speaking can only be improved by speaking. Shu gapirib berishimiz shart. Buni PDF-ni tashlab o'taman. Buni PDF-ni tashlayman. Shu bo'yicha grammatik savollar qo'yaman. Qani kim tushundi, qani kim tushunmadi. Juda ham oson part. 1da 2si hali 2ga ham o'tilgani yo'q. Shunga yarasha uni oson topshirishingiz kerak. Agar shu partdan qiynalayotgan bo'lsangiz, examiner birinchi tushunadigan narsasi hali speakingingiz anchagina past. Ikkinchi partga o'tishdan oldin o'zi xatolar boshlangan ko'rsatadi. O'z e'tiboringiz uchun rahmat. Bu videoni tashlab qo'yaman. Agar ovoz yaxshilagan bo'lsa, birorta savollar bo'lsa, bemalol o'sha komment qismida yozib qoldirishlaringiz mumkin. PDFga ham o'sha qismga tashlab qo'yaman. Agar bemalol ko'rib olishlaringiz mumkin. Thank you. Rahmat hammaga.